Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Lisiang L9 mashinasi ishlab chiqarilishi boshlangandan beri butun O'zbekistonda, nafaqat butun O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda, butun dunyoda katta qiziqish bilan sotib olindi. Hattoki Amerikalarga bordi. Endi ularda shunchalik katta imkoniyatlarga ega mashina agar olib boriladigan bo'lsa, bilamiz, Amerikaning mashinasini hech kim haydamay qo'yadi. Shu sababli u yoqlarda sotilmadi, lekin bizda Markaziy Osiyo, Rossiya davlatlarida juda ham ommalashdi. Shunchalik ommalashib ketdiki, boshqa kompaniyalar shularga o'xshagan mashinalarni ishlab chiqarishni boshladi. Shulardan bittasi Zikr kompaniyasi o'zini Link & Co degan kompaniyasi orqali shu mashinani 900 mashinasini chiqarishni boshladi. Bundan tashqari bilamiz, BYD Mercedes bilan hamkorlikda Denza N9 mashinasini chiqargan, xuddi shu kuzovda, shunaqa katta SUV. Endi bu mashina juda ham tashqi dizayniga keladigan bo'lsak, juda ham chiroyli qilingan. Qaranglar. Qaysidir mashinani eslatib yuboryapti. Albatta, eslatadi ham. Range Rover degan mashina bor. Mana yon tarafdagi mana bunaqa joylari, mana oynaklari bir xilda ketganligi, ana u oxirida ustunda yo'qligi, ayniqsa mana bu tarafdan qaraydigan bo'lsangiz, Range Roverga o'xshayapti. Qaranglar. Shu sababli ham odamlarda katta qiziqish bilan, iliq bilan qabul qilindi. Bu mashina ham olib kelingandan beri o'zi bozor chaqqon bo'lib qoldi. Chunki birinchidan narx arzon. 69500 2 litrli turbo eng full hisoblanadi bu. Bundan tashqari gibrid tizimi ham boshqacha. Lisiang L9larda gibrid tizimi ketma-ket bo'lsa, ya'niki qisqacha qilib tushuntirganda benzin motorga boradi, motor batareykaga quvvatlaydi, quvvatlangan batareya g'ildiraklar harakat keltiradi. Bunda esa parallel gibrid hisoblanadi, BYDlarga o'xshab. Ya'niki benzin motorga boradi, ham batareykasini quvvatlaydi, ham g'ildiraklarning aylanishiga yordam beradi. Mana shunaqa gibrid ko'pchilikka yoqadi. Ya'niki bu o'sha kuchni bir xildalikda bera oladi. Aytmoqchimanki, 100 km/soatda ham bemalol ko'p yursa bo'ladi demoqchiman. Chunki benzin motori ham g'ildiraklarni aylantiradi. Lisiangda esa unaqa emas. Masalan, katta tezlikda unaqa ko'p yura olmaysiz. Chunki batareykasini quvvati kamaygandan keyin sekinroq rejimga tushib qoladi. Ana toshbaqa rejimga tushib, batareykani quvvatlantirib olib, keyin yana o'sha katta tezlikka chiqishi mumkin. Shunaqa. Endi bu tashqi dizayndan juda ham ajoyib qilingan. Oldidan boshlaydigan bo'lsak, mashinada umumiy 11 ta kamerasi bor. Bundan tashqari bitta lidar va 5 dona millimetrli radarlari ham bor. Yo'lda shu pashni o'tib ketsa ham sezadi. Keyin oldida mana bunaqa Stargate bor. Qarang, bir bola o'zi bu zikrlarda imzosi bo'lib qoldi. Ko'p mashinalarda shunaqa narsasi bor. Qiziqarli narsa. Yosh bolalar e'tiborini tortadi ko'pchilikni. Ya'ni yo'lda ketayotganda rejimlari bor. Kimdir yoqib qolsa, yurakchalar chiqarib qo'yadimi yoki yana ni hao degan ovozlar ham chiqaradi. Yana kunduzgi yoritgich chiroqlari mana bu joyda, faqatgina bu yoqda emas, qarang, mana yon tarafiga ham o'tgan, mana yon tarafda ham ko'rinib turadi. Pastda esa uzoqnima yaqinni yorituvchi chiroqlari mana bu joyda joylashgan. Juda ham zo'r, adaptiv. Ya'ni o'sha to'g'ridan kelsa, narigi mashinani uzoq yorib turgan bo'lsa, o'shunga qarab sozlanib oladimi, ko'ziga tushirmaydimi, shunaqa narsalari bor. Pastroqda esa mana radiator panjarasi hozir yopiq turibdi. Kerakli paytda ochiladi. Ya'ni mashina o'ziga sovuq kerak bo'lgan paytda ochilib, bemalol ichkariga kirib havolar aylanadi. Bundan tashqari qarab turibman. Yani bu yon taraflariga ham qaranglar, mana to'xtatish sistemasi sotish uchun teshiklari ham bu yoqda ochiq turibdi. Juda ham zo'r qilingan. Endi sekin astalik bilan mashinaning yon tarafiga o'tadigan bo'lsak, g'ildiraklari ko'zga tashlanadi. Juda ham chiroyli qilingan dizayn taraflama menga juda ham yoqdi. To'xtatish sistemasi savzrang, ajoyib, bu g'aroyib dizayndaligini ta'kidlab o'tishim kerak. Bu radiusi 21 radiusli hisoblanadi. Juda ham chiroyli bo'lib turibdi. Oynaga romsiz, mana yana xavfli zonalarga yaqinlashganlarda yonadi. Bundan tashqari bir 3-4 ta kamerasi ham bor ekan. Yon tarafga kelganimizda asosiy ko'rsatadigan narsalar bu eshik tutqich hisoblanadi. Yarim avtomatlashtirilgan. Zikrda bor bunaqa. 7x da ham bor edi.
kuch shart emasda. Masalan, qo'lingizni shunday tiqsangiz, eshikni ochib beradi o'ziga. Pastda ana naqasi ham bor, ostonalari ham bor. Uni oyog'ingiz qo'yib chiqib oladigan. Yana qo'lingizni tiqasiz, yordam beradi ochishga. Tortib olasiz. Sekin yopsangiz, yumshoq yopilish sistemasi bilan jihozlangan hamma eshiklari pastga kirib ketdi mana. Mana orqa g'ildiraklari. Bu yoqda bir tarafda benzin quyish joyi, bu tarafda elektr, nari tarafda benzin qo'yadigan joyi bor. 65 litr deb aytib o'tilgan. Orqasiga keldi, orqasi chiroqlari ham qaranglar, mana shu yerdan boshlangan. Faqatgina bu yoqda emasda. Bu o'chiq turgandachi, haqiqatan Range Roverga o'xshaydi mana. Yon tarafda ayniqsa mana. Orqaga keldik, mana orqada ham kameralari bor. Link and Co yozuvi. Ana uni xitoycha yozuvni olib tashlagan, ularni olib tashlab o'chirib qo'ysangiz Range Rover deb o'ylaydi. Juda ham zo'r qilingan. Xo'p, endi mana orqasiga keldik. Bitta narsaga e'tibor berishni xohlardim. Bizda chang, yomg'ir bo'lgan kunlarda mana bu kamerasi yomon bo'lib qoladi. Qaranglar, mana yuvadigan narsasi yonda turibdi. Zit qilib yuvib beradi. Kichkina narsa, lekin yoqimli narsa-da. 69500 ga arziydi. Hozir bilamiz, Lisianglarning yangilari 72000 shular atrofida, bu esa 69500. Masha juda ham yoqimli narx. Xo'p, orqada bunaqa narsasi bor. Rolls-Royce, Range Roverlarda bilamiz, pikniklarga borganlarda o'tirish uchun 300 kilo bo'lgangacha yukni ko'taradi bemalol. O'tirib olib, baliq tutsanglar bo'ladi. Yoki tabiat tomosha qilsanglar bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari mana, hop, pastki qismini aytib o'taman. Joylari bor mana. Nimadir qo'yish uchun. Bundan tashqari bu yoqda mana qaranglar, 220 voltlik AC'si bor. Bu yerda 3 kilo narsa iladigan narsasi ham bor. Bu yoqda esa hop, agar og'irroq yuk qo'ymoqchi bo'lsanglar, mashinani tushiradigan tizim bor mana. Mana tushyapti. Mana ko'raylikchi. Mana pastlayapti, qaranglar. Ancha pastga tushdi. Voy, bu dadil pastga tushirgan bor-ku. Balonini qaranglar, og'ziga kirib qoldi o'sha. Voy, boy, zo'rg'a o'tirdim. Endi bemalol o'tiradigan bo'lib qoldi. Hop, yuklarni qo'ydik deylik. Menga bir qop narsani qo'ydik, sig'may qoldi. Keyin yotqizasiz. Davay deysiz. Bu yoqqa narsa qo'ymoqchi edingiz. Bosh qo'yadigan o'zi yotyapti pastga. Oho, mana bemalol qo'yish uchun bunaqa narsalar ham bor ekan. 5-6 ta chamadanni qo'yib mana. Iloji bo'lsa kirib yotib olsangiz ham bo'lar ekan. Qani, yotaman men, bo'ldi, mana shu yerda tog'da qolaman. Deydigan bo'lsak masalan, ha? Voy, bu yoqqa yotaylik. Qani. Voy. Ana bemalol yotdim. Agar bu o'rindiqlarni ham surib yotadigan bo'lsam, undan ham kayf bo'lib yotar ekanman. Voy, massa. Ha? Yoningizga kimnidir yotqizib olib, tog'da tabiat tomosha qilib o'tirishga yetmas ekan. Zo'r ekan. Oba. Qoyil. Qoyil. Bitta necha kilo og'irliklarini yozib qo'yaman litrda. Ko'rasizlar, juda ham zo'r. Endi yopamiz. Mana ko'tarib qo'yaylik endi buni. Yukni qo'yib bo'ldik. Ko'tarilyapti. Mana. Endi mashinaning eng qiziq funksiyalaridan bittasi bu. Orqa o'rindig'i hisoblanadi. Narigi tarafda ham, bu tarafda ham. Xo'p, bu o'rindiqlari aylanib, ya'ni mana shu o'rtada joy hosil qiladi. Bu funksiyani amalga oshirish uchun mana bu tugmacha bosiladi. Bosib turiladi. To'g'ri. Mana boshlandi. Qaranglar, bu ketdi. Hop, ekran yopilishi kerak ekan, xalaqit berar ekan. Hop. Hop. Aha. Tushundim, opa. Bo'ldi. Hop, tarjima qilib beraman. Siz qochib turasizlar. Oldi o'rindiqda sal oldiroqqa ekranni sal teparoq ko'taraman dedi. Buni bu yoqqa sal surib beraman dedi. Xo'p. Bu o'rindiqda asosiy funksiyalarini aytib o'taman, qaranglar. Uylarda yosh katta odam bo'lsa, o'sha mashinaga chiqib o'tirishda qiynaladigan odam bo'lsa, bemalol bu yoqqa chiqib,
odam chiqib tushib anaqa yomon bo'lib ketibdi. Bemalol chiqib mana o'tiradi. Men sizlarga ko'rsatib beraman hozir. Mana shu yosh katta odam bor. Shu yosh katta odam endi chiqib tushishga qiynaladi. Birinchi mana bunaqa anaqalar bor. Oyog'ini qo'yib, oyoq qo'yib chiqadigan narsasi. O'tiradi, bosadi, joyiga keladi bu mana bunday qilib. Bosib tursa, endi joyiga keladi bu endi. Ko'rdingizmi? Ketdi mana o'sha yosh katta odam chiqib o'tirib oldi. Opa tushundik. Ishni qilaylik. Mana. Ketdi mana boshladi. Yosh katta odam o'tiribdi endi. Hop. Ay. Mana. Oyoqlar. Vo. O'tkazib qo'ydi. Ana. Keyin bu narsani nimaga ishlatsa bo'ladi qarab turinglar. Mana men 90 kiloman bemalol amalga oshiryapti. Keyin eng yaxshi narsasi buni hop baliq tutuvchilar uchun albatta. Endi kelasizlar, menga latokda baliqlar turgan bo'lsa, qarmoqni olib kelasizlar. Kanalni bo'yiga mashinani qo'yib turib, tushib chiqib, o'rinda qo'yib o'tirmaysizlar. Mashqdan turib, qarmoqni otib qo'yasizlar. Baliqni tutib o'tirasizlar. U oyoqlariga, menga yordam kerak bo'lsa, buni to'g'rilaymiz aka. Hozir deysiz. Mana deysizda, bunday qildingiz. Buni bundoq qilsa, bu yerdagi anaqasi boshqalar ekan. Oyog'i sal burchakroq qo'yamizda endi. Bunday yotamiz deysiz. Uka yotamiz deysiz. Massaji yo'q deysiz. Massaj yonadi. Hali. Men kiyimingizni ilib qo'yasiz mana joyiga. Isib ketayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda konditsionerlar bor mana. Yo'q qo'yasiz. O'tiribsiz endi baliq tutib mana. Jiyan deb qo'yasiz. Shu baliqlarni qilib, bir balolar qilib, yana kelib o'tirishingiz mumkin. Mana shunaqa joylarigini sozlashibdi. Zo'r ekan. Qartatib qo'ydim. Shunaqa zo'r joy. Bu-chi keyin yana bosib tursangiz, bu yana ham oldiroqqa suratda. Aha. Mana aylanadi. Mana maylislar zali. Mashinada 2 kishi bo'lib, maylis qilsangiz ham bo'ladi. Qaranglar. Oyoqni yechib chiqamiz endi. Yo, bismillah deysizda. Men sizga bugun mana turg'izaylik. Tur birachik. Kichkina stolga qo'yib olasizlar-da. Ovqat pishirdinglar. Og'aninglar bilan tog'ga chiqdinglar-da mana. Yo'q, biray joyda keyinga qaranglar. Qaranglar mana. Sindirib qo'yishibdi. Aynaqa joylarni yoribdi menga, rosa yoqdi bor. Ukajonim bu yoqqa qara, hozir maylislar zalini to'g'rilaymiz. To'xtab turinglar-da. Qani eshik. Hozir bu eshikni ham to'g'rilaydi. To'xtab tur. Bundan bosamiz. Bo'ldi. Maylis qilamiz. O'tirib. Mana. Buni tezlashtirib olamiz. Iloji boricha. Oldi o'tiring. Bo'ldi. Olib kelinglar shashlikni. Bu yerda to'kkulab olib turib, mashqni o'zidan ham pishirib qo'ysak bo'ladi, rolton-polton yeb. Bu yerga kichkinagina stolcha qo'yib olsak, bu yerga 2 kishi, bu yoqqa 2 kishi. Eshikni ochib qo'yamiz. Havo aylanib turish uchun. Og'aynilar bilan chiqib olib. Mana zo'r narsa ekan, borib tog'ga chiqib olib, 4 kishi anaqani chodir-podir tikib o'tirmaysizlar-da mana. Qaranglar. Keldinglar, shashlik, pashlik pishdi. Mana bu joyda stolni qo'yasizlar.
bitta og'ayniz yog'iga, bu yoqqa bittasi, bu yoqqa ikkita sohibjamol. Qani deysiz? O'tirdik deysiz. Oho, osh deyishga ham udobno ekan bor-ku. Hopdir. Ovqatlarni olib, joy juda ham keng bor. Gaplashib o'tirib, bizni bolalarga ketadi-da, bunaqa joylar bor. Orqadagi qani bu yoqqa o'tiraychi. Bu yoq ham qulay. Qoyili. Buni yana yotqizsam ham bo'lsa kerak ozgina. Oho. Yo'qda ham cho'zilib o'tirsam bo'lar ekan. Bu Lisang L9 da lekin yo'q, bir xilda bo'lib turadi. Bu yerda oho, bu oldiga orqaga sursam ham bo'lar ekan. Yo! Wow! Orqadagi odam. Yo! Bunchalik yotadi deb o'ylamagandim lekin. U yotganini qaranglar, uni orqadagi narsani. Qani? Voy, onasini hepsi. Voy, bu joyda ko'pligini. Eshik yopaylik. Voy. Voy. Yoritdiligimi, yorildi. Havo oqimini boshqarishda jismoniy qilinganligi juda ham zo'r bo'lgan. Orqa o'rindiqlarimiz isirka. Endi ichki dizayniga ham yetib keldik. Asosiy farqlarini aytib o'tdim. Lisangdan shu eshikni qo'ysa yarim avtomat bu ochib beradi. Bundan tashqari eshiklari og'irgina, keng ochilar ekan. Menga juda ham yoqdi. Bundan tashqari agar eshik ochilmay qolsa, anaqa kuch bilan ochsa ham bo'ladi. Ana uni diqqat tortsangiz ochiladi. Xo'p. Eshikni ochishi bunaqa tugmacha qilingan. Tugmani bossangiz ochiladi, an'anaviy emas. Bundan tashqari oynaklari yopib ochish, mana yon oynalar boshqarish tizimlarini bu yerga qo'yib qo'ygani juda ham yaxshi bo'pti. Baraka topkurlar bo'lar ekan-ku. Bundan tashqari oynamiz 2 qavatli. Shuni ham aytib o'tib ketishim kerak. Mana. Yaxshi. Zikr. Malades. Xo'p, endi ichiga o'tiramiz. Mana o'rindiqlari isiydi, soviydi, massaj bor. Mana 2 xil usulda kimdir o'ziga sozlab o'rindiqlarni saqlab qo'yishi mumkin. Rul tizimimiz elektron tarzda kirib chiqib tepaga pastga tushadi. Xo'p. Ambient yoritish tizimini ko'rayotgan bo'lsanglar, bu birinchi bo'lib zikr 001, 007 dan qilinish boshlaganda, qaranglar katta qilib archa bayram deyishganda, mana bu pastda yoniq turibdi. Xo'p, ichiga o'tiramiz. Buni juda ham zo'r qilibdi. Xo'p, ichiga o'tirdim. Yo'q. Xo'p, markazda kichkinagina haydovchi uchun ekran bor. Bundan tashqari boshini ko'tar tizimi bilan ham jihozlangan head-up display bor. Qo'l tegadigan joylari hammasi ham bu yerlar plastmas ekan. Bu yerlar alkantara, airbag, AC va ham kolonka hamma narsalari bor. Xo'p, pastga tushadigan bo'lsak, haydovchi uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlar berilgan. O'sha parking tizimida turibdi, necha kilometr soat, batareyasida qancha bor, hamma narsasi kerakli funksiyalar berib o'tilgan va yon tarafda chiroqlari boshqarish. Bundan tashqari oynaga artish. Bundan tashqari uzatmalar qutisi bu yoqdan boshqariladi. Hop, rul tizimi juda ham zo'r. Boshqarish uchun qulay. Kengligi ham yaxshi. Va bu yerda qanaqadir joystick sifatroq qilib bosibdi. Bu tugmacha, bu anaqaga o'xshaydi, sensorga o'xshaydi, lekin tugmacha bosiladi bular hammasi. O tepalardagi anaqalarni boshqarsangiz bo'ladi. Xo'p, endi markazda esa tepada bu Harman Kardon, pastroq tushadigan bo'lsak, operatsion tizim bilan jihozlangan. Hozirda buni ingliz tiliga O'zbekistonda o'girib beryapti. Bu juda ham yaxshi degani. Mana klimat kontrolli va kameralarni boshqarish mana bu yerda turadi, pastda turadi. Shunday qilsangiz birdaniga klimat kontrolga o'tadi. Juda ham yaxshi qilingan bu narsa. Endi bu yerdagi klimat boshqa havo oqimini boshqaradiganini ichkaridan boshqarasiz. O'rindiqda bitta bo'lsangiz, o'rindiqqa o'tadi. Mana rul isiydi, ham soviydi, massaj. Mana qaysi o'rindiqni tanlab qilsangiz ham bo'ladi mana. Hop. Orqadagi o'rindiqlarda ham isitsangiz bo'ladi. Bu o'rtadagi o'rindiqlari isiydi, soviydi, massaj bor. Eng orqadagilar isiydi.
hamma o'rinda shu yerdan boshqarsak bo'ladi. Xo'p, mashinaga o'tadigan bo'lsak, operatsion tizim juda ham tez ishlayapti. Mana qaranglar. Hiu. Head up display'da ko'rsatyapti. Mana hamma kerakli bo'lgan shu belgilarni, burilish, hamma narsani ko'rsatib ketadi. Televizor ko'rib ketayotgandek bo'lasiz. Juda ham zo'r. Xo'p. 360 kamera ham yaxshi. 3D funksiyasi bilan ham jihozlangan. Eshik ochiq turibdi. Menga juda ham yoqdi. O'zi Zikr kompaniyasi o'zini operatsion tizimi bilan ancha bu oldinga o'tib ketib qolgan. Qaranglar mana. Bu ishlashini qaranglar. Shu yerda o'zidan tez ishlayapti. Boshqarganimda ballonlar ham aylanib ketyapti, qaranglar. Xo'p, buni oldida Stargate ham boshqarsa bo'ladi. Masalan, kimdir yo'l berdi sizga thank you deb qo'yadi. Thank you. Oldidagi yozuv thank you deydi. Qaranglar mana. Thank you. Endi ichkarida ham kameralar ko'p. Mana yerda charchaganingizda ko'rsatadigan kamera bor. Mana rasmga tushib olsanglar bo'ladi. Undan tashqari ochki qo'yish uchun joylarimiz bor. Hop, menga nimasi yoqdi? Mana bitta ana katta bo'lib yopmaydi, tepadan yo to'sib turibdi. U ham yetmayapti sizga. Yetmasa mana uni tushirib qo'yasiz mana. Katta bo'ldi. Va o'zingiz ko'rmoqchi bo'lsangiz mana TikTok lampasi ham bor ekan. Qoyil. Endi bu tizim juda ham zo'r. Bu yerda Zikrniki ana qancha batareyani qilish, gibrid tokda yurish, hamma funksiyalarni boshqarsanglar bo'ladi. Pastdan tushirib nimadirlar qilsanglar bo'ladi mana. Juda ham zo'r. Ingliz tiliga o'tkazib olib, bir chekkadan kallab o'tirish kerak-da mana. Hamma tizimlar bor. Yo'lovchi ham nimadirlar qilib ketsa bo'ladi, kino ko'rib ketsa bo'ladimi, hech qanday hamma narsa qilib ketsa bo'ladi. Hop, sekin pastga tushadigan bo'lsak, tez quvvatlash porti bor. Mana 50 vatlik deb qo'yibdi. Ham soat tizimi bilan. Bu yerda mana havo oqimini boshqarsanglar ham bo'lar ekan. Konditsionerlar yoqib o'chirsa bo'ladi. Bundan tashqari pultini ko'rsatib ketay. Mana ikkita pulti bor. Mashinaga o'xshagan pultlari ham. Suv qo'yish uchun maxsus joy. Mana endi tasak qo'yish uchun joy. Endi orqaga o'tamiz. Oldida joy keng. Mana bemalol tizim oldida joylari bor. Maza qilib ketaman. Lekin bahaybatligi bilinib turibdi. Orqaga o'tirib ko'raylikchi. Mana tizim yo'qda, masalan, bunday qilib yopsak, bu qattiq yopilib ketar ekan. Anaqa Zikr 001 da bor, ana smart eshiklar bor. Uy, bu eshigini kattaligini qaranglar. Bu bilamiz, Zikr kompaniyasi, Link & Co bular hammasi Volvo kompaniyasiga tegishli bo'lib ketgan, hozir bilamiz. Volvo kompaniyasi o'zini xavfsizligi bilan dunyoning eng yetakchi kompaniyalaridan shak shubhasiz. Orqaga o'tirish bor. O'rindiqlar ko'rsatdim, hammasini ko'rdinglar. Oynalari o'zi qoraytirilgan ekan, qaranglar. Xo'p, orqa o'rindiqda yetarlicha joy bor mana. Mana bu kengda, bu sal oldiroqqa suramiz. Xo'p, mana sal bunday odamga o'xshab yuraylik. Tez surilarga. Mana to'xtadi. Uy. Zo'r ekan lekin. Xo'p, bu yerda mana yo'lovchilar uchun xolodilnigimiz ham bor bizni. Ana. Chiqdi bo'lib suvlarni qo'yib isitib sotib yesanglar ham bo'ladi. Xo'p. Birinchi ochaylik yoki to'liq ochaylik. Bu haydovchiniki alohida. Bu haydovchinikini ham ochsak bo'ladi mana. Ko'rdinglarmi? Sindirishibdi. Yana ham ko'proq yorug'li bo'ldi. Endi bu yerda televizor. Televizor tush. Xo'p, bu yerda orqada televizorlarimiz bor. Sal oldiga yurib ochilar ekan, ko'rdik. Voy, tirs qilgan ovoz chiqdi. Kattaligini qaranglar. Maza qilib futbol o'ynab, karaokelar, narsa videolar, audiolar. Dolby Atmos. Qayerlardasan? Voy, o'yinlar ulab olib ketinglar ularni o'rindiqqa kirib, o'rindiqda boshqa massaj, sotish, hamma tizimlarni boshqarsanglar bo'ladi. Rasmga tushsa ham bo'lar ekan. Toshkent. Mana kamerasi turibdi tepada, mana yerda ham nimadir sensorlar ishlayapti.
Qoyilmisizlar. Xo'p, mana bo'pti, bu ishlab tursin. Tizam oldida joy bor, bemalol o'tsam bo'ladi. Xo'p, yana nima bor bu yerda? Kamar taqadigan joy bor, yana 27 vatli quvvatlash porti ham bor ekan. Xolodilnikni ko'rsatdim, boshqa narsa ko'rsatdim. Endi yana orqaga o'tamiz. Endi Nissan L9 da orqada joy bor. O'tirib ketsangiz bo'ladi. To'g'rimi? O'tirib ketsangiz bo'ladi, lekin bunchalik sharoit yo'q demoqchiman. Xo'p. Tirsak qo'yish uchun joyi ham bor. Mana ko'rsatmadim, tirsak qo'yish uchun joyi ham bor. Xo'p, yumshoq. Xo'p, orqa o'rindiqqa keldik. Buni ko'tarib qo'yamiz. Bu yotqizdim. Mana bo'yim 183, oldida o'zim o'tirdim, ko'rdinglar. Orqaga ham o'zim keldim. Bu ham bitta joy bor. Boshimning tepasida ham joy bor. Qo'lni qo'ydim, suv qo'yish uchun joy bor. Xo'p, orqa yo'lovchilar uchun nima bor? Xo'p, yotqizsak bo'lar ekan. Yana ham. Voy, mana. Juda qulay. Menga o'xshagan ho'kiz-ho'kizda ikkita odam bemalol ketadi. Orasida 2 kishilik joy bor, lekin bundan bemalol ketar ekan. Qaranglar. Bundan tashqari orqa o'rindig'imiz isiydi, boshqa elektron tarzda boshqariladi, suv qo'yish uchun joy bor, ushlash uchun joy bor, bu havo oqimini boshqarish uchun joy bor, yorug'lik bor, ambient yoritish bor, kamar bor, kolonka bor, oynak bor. Eng hashamatdor 3-qator o'rindig'i nominatsiyasida Lincoln Co mashinasi 900 mashinasi birinchi o'rinda oldi. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Orqa yo'lovchilarni ham o'ylabdi. Bemalol mashinada hop 1, 2, 3, 4, 5 ta odam ketar ekan. Endi boshqalar boshqa mashinada ketsin. Biz shunda ketamiz deydik. Yarishibdi lekin. Bu yerda atamankalari ham bor mana o'rindiqda. Bunisi ham bor ekan. Yo, eshik ochildi qarang. Ochil. Yo, endi test drive qilamiz. Ko'rsatgan joylarni sekin tushamiz. Ova. Ana endi test drive ham boshlash arafasidaman. Qaranglar, mana mashinaga chiqib tushish juda ham qulay. Mana taktikamiz borligi uchun biz taktika deydimi? Taktika deydimi? O'tirdim mana mashinaga. Eshiklarimizni yopamiz. Xo'p. Yumshoq yopilish tizimi bilan jihozlangan. Mana yoneklari katta, orqadagi bo'layotgan jamiki o'zgarishlarni ko'rib tursanglar bo'ladi. Endi oldi qopqog'imiz sal uzunroq. Endi katta mashinada endi nima bo'lsa ham bunaqa paytda sal o'rindiqni tepaga ko'tara olamiz. Endi men mashinaga yaqinroq o'tirishni yaxshi ko'raman. Mana mashinaga yaqinroq rulni sal o'zim keltirib olaman. Bilmayman, o'shunda menga qo'shimcha kuch, qo'shimcha ishonch bag'ishlaydi. Shunga ya'ni uzoq o'tirib, ana qiyshab, nimada o'tirib ketadi. Oynaydi yarmida. Rahitga o'xshab. Buni hayda olmayman. Endi yaqinroq o'tirsam, anaqa manevr qilishlarimga qulay bo'ladi. Shuning shunaqa o'tiraman mashinada har doim. Qulay orqadagilarni ham bemalol ko'rib ketaman. Gap bo'lmasa, ko'rmay qolsam, 360 qo'shib olamiz. Pashsha-mashilli bu narsani ko'rsatadi. Bo'ldi mana. Endi tezroq boshlaymiz. Ketdik mana. Xo'sh. Xo'p, tormozni bosamiz. D ga qo'yamiz. Bo'ldi. D ga o'tdik biz. Kamar taqib olamiz. O'rningiz ham taqib oling. Hozir tarang turing. Turing tarang degan ovozni siqib qo'yar ekan zikr 001 ga o'xshab. Ha, jonimdan deb o'ziga tortib olar ekan. Ketdik, sal oynani ochamiz. Sal. Oh, head-up displeyda уже hamma narsa ko'rinyapti. Jamiki o'zgarishlar. Xo'p. Bu eng arzoncha varianti shuni, IP008. Bu eng qimmat. Bu ham zo'r mashina, gap so'z bo'lishi mumkin emas o'zining narxiga. Bu haqiqatan uzunligi bilinar ekan mashinalar bor-ku. Bu oldi anaqasini uzunligi sezilyapti. Endi videoni boshidan beri Nissan L9 ga solishtiryapmiz mashinani. Bu mashina, xo'p, Nissan L9 dan tezlanishi ham tezroq. Nissan L9 5.3 bo'lsa, bu 4.6 shunaqa. 3 tonnali mashina. Keyin tezlashganda ham, yurganda ham yo'lda o'zini ushlashi Nissan L9 ga nisbatan yaxshiroq, ishonchliroq ekan. Masalan, bilasiz, Nissandachi mashinani yumshoqligi sababli mashinani o'ngdan chapga qilib, u yoqqa bu yoqqa qilganda burchaklarga kirishi sal yumshoqroq kiradi. Bunaqa bu suzibroq kiradi. Bu o'tkirroq ekan, tishlab olyapti. Ya'ni manevr qilganliklarda ham ishonchliroq manevr qilar ekan. Katta farqlardan bittasi shuni sezildi.
Tezlanishda ham ancha farq bor. Chunki bu yerda ot kuchi ko'proq. Shu endi aniq gibrid tizimi ham boshqachaligi uchun mashina o'zini yaxshiroq his qilyapti. Endi balandliklardan o'tishlari ham normal darajada. Bundan tashqari shovqin tizimi ham hozir oynani ochib qo'ydim, lekin ancha yaxshi. Unchalik bilinmayapti. Katta tezliklarga chiqqanda qanchalik bilinishini bilmadim. Xo'p, endi bu unaqa katta tezligini ham ko'rib tekshira olmaymiz, lekin ancha sezilarli darajada, o'ta hayron qolarli darajada. Chunki mashina 3 tonna, lekin 4-6 sekundda 100 ga chiqadi. Bilinib o'zi ishonch hosil qilib turibman, lekin o'shunga chiqadi. Tezlanishi juda ham tez. Mana qaranglar, keyin to'xtatish tizimlari ham ancha yaxshi. Chunki bu mashina 3 tonna, bunga kattaroq to'xtatish tizimini qilingan. Oldida ham orqada ham teshiklik, oldida 6 porshli to'xtatish tizimi bilan jihozlangan. Buni yana 1,5 litrli turbo varianti ham bor. U sal sekinroq qo'zg'aladi, sal masofa bosib o'tishi ham bunga nisbatan kamroq. Lekin 2 litrligi shu bilamiz, motori anaqa kuchliroq bo'ladi. Tezlanishlari ham yaxshiroq bo'ladi. Hamma narsasi joyida bo'ladi. Endi xulosa qilib shuni ayta olamanki, mashina o'zini puliga juda ham arziydi. Sotib olishni ham tavsiya qilaman. Endi Lisiang L9 ham yomon demoqchi emasman. To'g'ri, bu mashinadan ancha oldin chiqqan. O'zini ishonchliligi bilan hammani qalbidan joy olib bo'ldi. Hamma yoqtirib bo'ldi. Keyin uni afzallik taraflari bozorlarda hamma narsasi bor, zapchasti bor. Hamma narsasi yetib kelib bo'lgan odamlar biladi zo'r mashinalarni. Endi bu ham yangi chiqqan mashina. Qulayliklari, afzalliklari to'g'ri unikidan ko'p. Endi tanlov bo'lganda albatta bu mashinani ham kelib ko'rib haydab ko'rishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Endi kimdir xotirjam ko'chada borib kelib yuraman ishga deydiganlar uchun ham Lisiang olgan maslahat, u juda ham zo'r mashina. Endi bu yangicha mashina, yangicha dizayn, yangicha texnologiyalardan foydalanilgan. O'rindiqlari, ekranlari, xolodilniklari Lisiangda ham bor. Endi aytmoqchi bo'lgan operatsion tizimlari, boshqa yo'lda sal ajralib turaman deydiganlar uchun. Xayr, salomat bo'linglar. Albatta kanalimga obuna bo'linglar, like bosinglar, izohlarda sizlar fikringizni kutib qolaman. Sizlar bilan men Javlon Tillayev. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr.